决小分队。 Ovarchilik qushtirgan Mofli xonim. Qara, Markes, men 3 raqamiga o'zgara olmayman. Qaltisgan sen Govo. Mening demoqchi bo'lganim sen rostli 3 raqamga o'zgaribsan. Men aslim qaytib keldim. Hozir men 3 raqam emas. Chirqiroq ekran doim Govoni qo'rqitib yetadi. Chirqiroq ekran? Ha, Moslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj ekan. Nada g'alati maxluq bizning yordamimizga muhtoj bo'lsa, g'alati maxluq matematika shu yerda paydo bo'ldi. Bu bo'lsa g'alati maxluq yaslisida o'qituvchisi Mofili xonim bo'ldi. Yaxshimisiz Mofili xonim? G'alati maxluq matematika tartib faqat sizlarni menga yordam qila olasizlar. Hozir kichik maxluqlar sizlarning yordamingizga muhtoj. Ularning ko'ngli bak yerim. Nimish qularning ko'ngli buncha yerim. Nimish qularning ko'ngli buncha olay yerim. Bugun g'alati maxluq yaslisining alvasti g'alati yuzlik shar o'ynash kuni edi. G'alati yuzlik shar o'ynash? Vau, men g'alati yuzlik sharni bak yaxshi ko'raman. Kichik maxluqlarni yaxshi ko'rdi. Ular doim tikilib qarash o'yinini texmi yaxshi ko'rib o'ynaydi. Tikilib qarash o'yini? U qanday o'yin? Bu ularning yoqtiradigan o'yini. O'ynaganda g'alati yuzlik sharga tikilib qarashni ko'rsatdi. Bu o'yinning qoidasi bo'lsa g'alati yuzlik sharga uzun vaqt tikilib qarash kerak. Qancha uzun bo'lsa shuncha yaxshi. Faqat siz uningda qo'rqinch qarab tursiz. Kichik maxluqlar shunday yaxshi ko'rdi. Anglamoqqa bak qiziqarli ekan. Shundoq. Biroq afsuslanarligi shuki, kichik maxluqlar qo'rqqandan u yoq bu yoqqa yugurishganda ehtiyotsizlikdan shar qo'ldan chiqib ketib uchib ketdi. Shu sababli ularning ko'ngli bakla yerim bo'ldi. Biz o kichik maxluqlarning doim shundoq beyarim bo'lishiga qarab o'tirsak bo'lmaydi. G'alati maxluq matematika atritsizlarga yordam beradi. Faqat sizlarning yordam qila oladiganliklaringizni ishonalayman. Biz o kichik maxluqlarga yordam qilishimiz kerak. Biz g'alati maxluq matematika bilimlaridan foydalanib ularga yordam qila olamizmi? Albatta, chunki g'alati maxluq matematika hukmi hamma yerda mavjud. Hey, bizning atritimizga qo'shilib, birlikda vazifa o'rindig'ingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamizlar, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy eskartma so'ziga muhtoj. U bizning vazifani o'rnatishimizga yordam beradi. O raqamli maxluq keldi. Bugungi g'alati maxluq matematika eskartma so'zi bo'lsa, yenik. Kelar qatim raqamli maxluqni ko'rganingizda uning vaqirga ovozini anglasangiz, biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tanglading. Matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Yenik. Hozir vaqt emas Kovo. Yana bir qatim san maxluqni ko'rganda anlatsam. Ha, ma'qul. Men doim unutib qolaman. Ma'quli, g'alati maxluq matematika atirti, g'alati maxluq yaslisiga boraylik. Yaxshimisiz Mofili xonim? G'alati yuzlik sharmidi? Kichik maxluqlar bu do'stlarni g'alati maxluq matematika atritiklari qo'rqitib qo'ymanglar. Tangrimga shukri, elimizdan keldinglar. Agar bu sharlar bu shunday pichib ketaversa, kichik maxluqlar tikilib qarash o'yini o'ynay olmay qoladi. Shar haqiqatan yenik dars ekan. Raqamli maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematika maxfiy eskartma so'zini aytishimiz kerakligini bildirdi. Yenik, biz birlikda deylik. Men 3 sanayman. 1 2 3 Yenik. Qaranglar, biz g'alaba qildik. G'alati maxluq matematika ko'rsatish ekrani keldi. Bir g'alati maxluq ham yo'g'on, ham eg'ir bo'lgan toshni ko'tarmoqchi bo'pti, biroq egiz ko'tara olmabdi. Bu maxluq yana ham kichik, ham yenik bo'lgan to'pni ko'tarib ekan, nihoyat egiz ko'tara olabdi. Ham yo'g'on, ham eg'ir bo'lgan toshni ko'tarish qiyin. Biroq ham kichik, ham yenik bo'lgan to'pni ko'tarmak oson. Ha, bu kichik, ham yenik bo'lgan to'pning elastikligini nima degan yaxshi. Yo'g'on ham eg'ir bo'lgan tosh bilan kichik ham yenik bo'lgan to'pni bostirib qo'ysak, to'p salmaydiganday qilgan bilan biroq hargiz qochib ketolmaydi. Rahmat senga g'alati maxluq matematika ko'rsatish ekrani. Biz hozir eg'ir va yenik degan hukmga ega bo'lib, qanday qilganda kichik maxluqlarning sharni uchirib qo'ymaydiganligini bilib oldik. Shundoq biz o'rganib oldik. Chunki shar intay yenik bo'lg'achqa, shu oson uchib ketadi ekan. Xuddi kichik ham yenik bo'lgan to'pdek to'xtamay harakat qilganga o'xshash. Biz biror eg'ir narsani uning bostirib qo'ysak, uchib ketmaydi ekan. Bizmi ustiga yo'g'on tosh bilan besib qo'ysak bo'g'idek. Qarag'anda qilsak bo'lmag'idek Kovo.
Biroq sizlar o'yinni to'g'ri deyishga bo'ladi. Yenik sharlarning ustiga bir narsa qo'yib, uning eg'irligini oshirishimiz kerak. Biz yana eg'ir bilan yenikning matematikalik atalg'ular ishkeligini bilib oldik. Shu biz cho'qim muvaffaqiyat qildik. Biz birlikda g'alati matematik ishlataylik. Biz bir eg'ir jismning sharni besib turishiga muhtoj. Shunda qilganda shar uchib ketamaydi ekan. Biroq bu jism bak yo'g'on ham eg'ir bo'lib ketsa, shar etilib ketadi ekan. Qanamsa muvofiq jismni izlab boqaylik. Ha, bu qatim sizlar bilan bog'lashmanki, bu chiqim besib turalaydi. Vah, qaranglar, bir tal gul. Bu iniq, tashning ko'p iniq. Bir tal gul beklik inikkan. Sharni besib tura olmaydi. Shunga biz guldan eg'irroq bo'lgan narsani tepishimiz kerak. Ha, yana toshda yenik bo'lish kerak. Bekmi eg'ir emas, bekmi yenik bo'lmasligi kerak ekan. Atrofda sharning to'piga qo'ygudek yana qanday narsa bordi? Bizga yordamlashib bek eg'irmi emas, bek yenikmi emas narsani tepishib beringlar. Biz bu narsani sharning to'piga qo'yib, uni uchib ketishni saqlashimiz kerak. Etib kirgizish o'yinda ishlatilgan chambarak bo'lgandi. O guldan eg'ir, toshdan yenik. Biz g'alaba qildik. Shar etilibmi ketmadi, ham uchibmi ketmadi. Demak, u bak eg'ir emas, ham yenik emas ekan. Qaltis. G'alit yuzlik shar. Hey amaqat. Biz sharning uchib ketishdan saqlanish amalini topdik. Biz matematik bilimlarni g'alatilik holda ishlatdik. Biz bu chambaraklarni baliq sharlarning to'piga qo'yib qo'yaylik. Yaxshi qildinglar. Biroq yana ba'zi bir kichik maxluqlar lengir taqtaq o'yinda avarishliqqa yo'liqib kelyapti. Shundoq ekan. Avo bechara kichik maxluq u yerdan tusholmay qoldi. Men nima qilarimni bilmay qoldim. Kichik maxluq lengir taqtaqdan tusholmay qoldi. Men uni lengir taqtdan tushira olmayman. Bu beklar eg'ir ekan-ku. Oy! Qo'vo, bu bir xatarlik. Qo'vo qanqimi garvat o'xshab qopti. Nima degan qiziqarlik? Haqiqat. Bu masalaga kelsak, so'zsizlarning kichik maxluq bek eg'ir shuni ko'tarolmayotdi. O'tildagi kichik maxluq bo'lsa, lengir taqtaqni bosolmayotdi. Chunki u beklik yenikkan. Sizlar raqamlik maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematika maxfiy askartma so'zini yana bir qatim deyishimiz kerakligini bildirdi. Yenik, men 3 kishi sanayman. Tayyorlab bitdimi? 1, 2, 3. Yenik. Qaranglar, biz g'alaba qildik. G'alati maxluq matematik ko'rsiz ekrani keldi. Qurs qochgan bir g'alati maxluqning yo'g'on ham eg'ir bo'lgan erimchikning egasi bor ekan. Biroq bu maxluqning tuvanga faqat qo'li yetmay qopti. Uning bu erimchikni yeyishiga yordam qilaylik. Taroz ustiga kichik ham yenik bo'lgan bir parcha erimchik qo'yaylik. Yana bir parcha qo'yib boqaylik. Qaragan yana birini qo'ysak bo'lg'idek. Nahayt yaxshi bo'ldi. Rahmat sana matematika o'qimini ko'rsatish ekrani. Bu ikki narsaning eg'irligi o'xshash bo'lganda, demak, yenik narsaning soniga asosan taroz tampon bo'ldi ekan. Faqat yenik narsa eg'ir narsadan ko'p bo'lsa tang bo'ldi ekan. Buni o'rganib olganimiz nahayt yaxshi bo'ldi. Lengir taqqa qarab boqaylik. Ostidagi yo'g'onroq bo'lgan kichik maxluq udildagi kichik maxluqdan eg'ir ekan. Shuning uchun biz yenik tarafga ozroq narsa qo'shib qo'ysak, ikki tarafning eg'irligi o'xshash bo'lsa, unda ikkisi tampon holatga kiradi. Biroq bizda erimchik bo'lmasa, eg'ir bilan yenik narsaning soni lengir taqtaqning tampon holatiga ilib kelaydi ekan. Buning hammasi g'alati maxluq matematika bilimlari. Biz g'alati maxluq matematika bilimlaridan foydalanaylik. Qaranglar, yana bir kichik maxluqning chiqishi bilan lengir taqtaqning bir tarafi ozroq tuvaladi. Siz menga o'xshash o'yildingizmi? Albatta. Biz faqat yana ozroq kichik maxluqlarni qo'shib bir tarafdan tuvaltib lengir taqtaqni tamponlashtirishimiz kerak ekan. Kichik maxluqlar, qani kiramitinglarni ko'rsatib, lengir taqtaqning ustiga chiqinglar. Muvaffaqiyat bo'ldi. Lengir taqtaqning bir tarafi bag'an sir tuvallayotdi. Biroq kichik maxluqlar yana yenikilib qolyotdi. Qani otilinglar kichik maxluqlar, sakranglar. Tamponlashadi deb qoldi. Yana bir kichik maxluqni qo'shsaqlik kifoya. Biz bekme eg'ir emas, bek yenikmi emas, kichik maxluqni tepib, lengir taqtaqni tamponlashtirishimiz lozim.
Pek eğirmemiz. Pek yenikmemiz. Sen bulduken sen. G'aliblik bo'ldi. Kichik mahluqlar tampon holatga keldi. Ha ha. Ho. Vah, qaranglar. Bu yerda hech kim o'ynamagan yılan başliq lingirtaq bor ekan. Tez kelib o'ynaylik. Oh. Oh, bu lingirtaq buzilib qolgandek qiladi. Markiz, bu buzilib qolmagan. Biz faqat uning tamponligini saqlasak bo'ladi. Endi tamponlashdi Govo. Senchi bu o'yin qiziqarliqmi ekan, ha? Jazmlashtiraman. Bu men o'ynagan eng ko'ngilli o'yin. Bizning yordamimiz bilan g'alati maxluq yaslisidagi yılan boshliq lingirtaqlar normal ishlaydigan bo'ldi. Biz yenik bilan eg'irlikning o'qimini o'rgangandan keyin ana bu vazifani o'rnay oldik. Qoldi oldi. Shunga albatta biz mahluqlarning usuli orqali olqish yangirtayli. Amsa 3 sanaymiz. 1 2 3. Oo! Biz matematik g'alaba qozondik.